Mana shu joylari sal multfilm bo'lib ketdi-da, akalar. Nimaga qayta desanglar 2000 metrda akalar bosim degan narsa bo'ladi. Bosim. Undan tashqari u yoqda 2000 metrda bilasizmi havo necha gradus bo'ladi? Odam qotib betoni chiqib qoladi, betoni. Ha bu loy uchib yuribdi-ku bu shoptoli. Hech narsa bo'lmaganda. Hech samolyotga bomba qo'ydi bu endi. Qo'yla. Vashi bular hamma narsaga tupurib ishlabdi-da bu o'yinni. Tabiat qonunlari bo'ladi. Qanot ketdi. G'alati-yu. Samolyot ko'tarib ketyaptimi akalar?